Daraxtlarga shakl berish 3 xil uslubda amalga oshiriladi. Bu ya'ni daraxtlarga shakl berish, daraxtlarni sanitar kesish, daraxtlarni yoshartirish. Qurigan, kasallangan, egilgan, avariya holatdagi inson hayoti, sog'lig'i, mulkiga rahna soluvchi daraxtlarda amalga oshiriladi sanitar kesishlari. Daraxtlarni shakl berish bu 1 yilda 2 marta amalga oshiriladi. Bu bahor va kuz mavsumlarida. Daraxtlarni sanitar kesish ishlari bu yil 12 oy davomida amalga oshiriladi. Har bir daraxtni kesishdan oldin uni o'rganib chiqiladi mutaxassislar tomonidan. Avariya holatdagi daraxtlarning tag qismidan kesish uchun Toshkent shahar ekologiya boshqarmasining maxsus ruxsatnomasi olingandan so'ng tuman inspektorlari ishtirokida tag qismidan kesish ishlari amalga oshiriladi. Toshkent shahridagi daraxtlarni qurib qolganligi yoki avariya holatga kelib qolganligi maxsus portal bor. OneID portali orqali yuridik shaxslarimiz yoki fuqarolarimizga murojaat qilib, dalolatnomalar, tegishli xulosalar olingandan keyin mutaxassislarimizdan ushbu daraxtlarimizni, qurigan daraxtlarni yoki avariya holatiga kelib qolgan daraxtlarni tagidan kesishga ruxsatnomalar, tegishli ruxsatnomalar 5 kun ish kuni muddatida beriladi. Bizni boshqarmamizda ishonch telefoni mavjud 1157. 24 soat fuqarolarimizni murojaat qilishi mumkin. Ko'chada ko'rayotganingiz faqat sanitar kesishlarni amalga oshirilyapti. Ya'ni bu qurigan, egilgan, avariya holatdagi shoxlarni kesishyapti. Daraxt shoxlari maydalagichlarda, ya'ni drobilkalarda maydalab, kelgusida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ekilgan va bugungi kunda mavjud daraxtlarni tagiga yoz mavsumlarida qurib qolishini oldini olish maqsadida namlikni ushlab turish maqsadida solinadi. Obodonlashtirish bosh boshqarmasi tizimidagi ko'kalamzor maydonlari mavjud. Ixtisoslashtirilgan boshqarmalar hamda tuman obodonlashtirish boshqarmalari faqatgina o'zlarini hududidagi mavjud daraxtlarga shakl berish, sanitar kesish, yoshartirish ishlarini amalga oshiriladi. Bundan tashqari har bir tashkilot, korxona kimni hududi bo'lishidan qat'iy nazar o'z hududidagi mavjud daraxtlarga shakl berish, yoshartirish va sanitar kesishlarni amalga oshirilishi lozim. Daraxtlarni kesish, sanitar maqsadda kesish yoki qurib qolgan daraxtlarni to'g'ri kesilishi borasida ekologiya atrofni muhofaza qilish davlat inspektorlari nazorat qiladi. Albatta, kerak bo'lsa joylarda kerakli inspektorlarimiz tomonidan tegishli ko'rsatmalar beriladi. Hozirgi kunda Toshkent shahri bo'yicha ko'kalamzorlashtirishda foydalanayotgan bir qancha turlar bor. Ular bizning iqlim sharoitiga introduksiya qilingan turlar hisoblanadi. Soxtakashdan, dub, emanning bir qancha turlari, yana bagriyanlik turlari mavjud, chinor turlari mavjud. Ularni o'sish jarayonida ularga kerakli bo'lgan ozuqalarni har doim berib boriladi. Bio-o'g'itlar, biopreparatlar yoki kasalliklarga uchraydigan bo'lsa, ana shu kasalliklarga qarshi kerakli chora-tadbirlar qilinadi. Daraxtga zarar yetkazmasdan turib sanitar maqsadda yoki shakl berish maqsadida kesish ishlari 30% gacha amalga oshirilsa maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Chunki daraxtni umumiy shoxini olsak, 20-30% gacha kessangiz, daraxtga ko'p zarar yetkazmaysiz. Ularni kesmasak, shakl bermasak, o'zi xohlagan darajada o'sadi, nurga talpinadi yoki boshqa bir daraxt bilan yonma-yon tursa, boshqa tomonga shoxlari qochib o'sish boshlaydi. Qor yoqqanda daraxtning ustidagi qolgan qor o'sha daraxt o'zini ko'tara olmaganligi uchun kasallangan shoxlari bo'ladi, qurigan shoxlari bo'ladi. Ana shu shoxlari tashqi ta'sirlar natijasida sinish holatlari bo'ladi. O'shalarni oldini olish uchun ham ortiqcha shoxlari yoki zararlangan shoxlari, kasallangan yoki qurigan shoxlari kesib olib tashlanadi. Joriy yilning bahor mavsumida 600 mingdan oshiq daraxt va buta ko'chatlar ekiladi. Bu borada Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan tegishli manzilli dasturlar qabul qilingan. Ya'ni har bir mahalla kesimida ijtimoiy soha obyektlar, vazirlik va idoralar tomonidan ushbu daraxtlarimiz ekiladi. Toshkent shahrining iqlim sharoitiga mos daraxtlarni tanladik. Ya'ni bu 16-18 turdagi daraxtlar, ya'ni eman, chinor, qayrag'och kabi daraxtlar turkumiga kiradi. Yashil makon umumiy loyihasi 4 yildan beri mana davom etayotgan bo'lsa, 30 dan ortiq yashil jamoat parklari yaratildi. Hokimlik bog'lari yaratilyapti. Mening bog'im loyihasi bo'yicha, loyihasi doirasida yashil bog'lar yaratilyapti. Bo'sh qolgan
joylarimizga daraxtlarimiz ekilish muntazam ravishda davom etyapti va shuningdek bizda kompensatsion ekish bor. Har bir noqonuniy kesilgan daraxtlar o'rniga 100 tub daraxtlarni ekishlarni ham yo'lga qo'yganmiz.